Antaliyadagi halol mehmonxonalar to'g'risida hozir men tushuntirib o'taman. Xo'p, Antaliyadagi mehmonxonalar, halol mehmonxonalarda ovqatlar o'ziga yarasha qonuniy, halol, eng asosiysi halol go'shtlardan, mahsulotlardan foydalanadi. O'ziga yarasha erkaklar uchun alohida basseynlar, ayollar uchun alohida cho'milish uchun va suzish uchun basseynlar va spa saunalar, o'ziga yarasha basseynlar, zimniy basseynlar hammasi tashkil qilingan. Namoz o'qish uchun o'zini mehmonxonaning ichini yonida masjidlari yoki ajoyib sharoitlari ham bor. Xo'p, keyin musiqalar o'zi past ovozda, unaqa baland musiqa, sho'x musiqalar qo'yish man etiladi. Keyin eng asosiy joylardan biri barlarda spirtli ichimliklar mutlaq sotib ololmaydi. Va keyin siz ko'chadan ham spirtli ichimlik umuman o'zingiz pulingizga ham sotib u mehmonxonaga olib kira olmaysiz. Agar keyin eng katta tomoni qonuniy tomonlama bazadan tekshirtiladi. Agar siz zaksingiz bilan, juft halolingiz bilan kirishingiz mumkin. Pasport bilan yoki qanaqadir mashinist holatlarni agar ko'zda tutiladigan bo'lsa, siz jinoiy javobgarlikka ham tortish mumkin. Agar sizlar ham shunday halol mehmonxonalarda borib, oilangiz bilan mazza qilib, mirqib dam olib kelishni istasangiz, bemalol bizga murojaat qiling. Biz sizlarga ushbu qulayliklarni yaratib beramiz.